Faqat aholiga tezkor xabari, pensionerlar ogoh bo'linglar. Mana bu yangilikni eshitib hayron qolmang. Assalomu alaykum hammaga aziz yurtdoshlar. Videoni oxirigacha ko'ramiz chunki bunaqa yangilik hali bo'lmagan. Pensionerlar videoni oxirigacha ko'rib, videoga darrov bitta like bosib, kanalimizga obuna bo'lishsin, videoni oxirigacha ko'rishsin. Yana bir bor assalomu alaykum. Pensionerlarga juda katta do'da xush xabar, ya'ni 1-fevraldan pensionerlarning pensiya puli, ya'ni nafaqa puli 2 barobarga oshadi. Ya'ni 1,5 million so'm pul oladigan pensionerlar endilikda 3 million pul olishi mumkin. Aziz yurtdoshlar, bunaqa yangilikni eshitib hayron qolmang. Aziz yurtdoshlar, shunaqa internetda nima tarqabdiki, ya'ni pensiya pullari ko'payadi, ya'ni pensiya nafaqa pullari 2 barobarga oshishi mumkin deb. Rostdan ham oshadimi? 1-fevraldan pensiya pullari oshishi mumkin, ya'ni sezilarli darajada oshadi. Ya'ni ko'pchilik aytayaptiki, 1-yanvardan pensiya pullari, ya'ni nafaqa pullari sezilarli darajada oshadi. Ya'ni pensiya puli oshishi mumkin. Ko'pchilik aytayotgan savol, ya'ni pensiya nafaqa puli oshmaydi yurganlarga mana xabar. Pensiya puli oshishi mumkin chunki 2026-yilga kelib oshadi deyishgandi. Mana ozgina oshdi, lekin 2 barobarga pensiya puli oshishi mumkin bo'lmasligi mumkin, lekin ozgina mana pensiya puli oshdi aziz yurtdoshlar. Shunisi ham shukr qilish kerak. Ya'ni bitta odam aytibdi kommentariyaga, ya'ni 800 ming so'm pensiya olaman, oshirsalar yaxshi bo'lar deb. Mana sizga pensiya puli sekin-sekin oshib boryapti yurtdoshlar. Videoga darrov bitta like bosib, kanalimizga obuna bo'lib, ikkinchi yangilikni ham eshitinglar. Ikkinchi yangilik, pensiya yoshi o'zgardimi deb ko'pchilik so'rayotgan. Yo'q. Ayollar 55 yosh, erkaklar 60 yoshda pensiya yoshi qolib ketdi. Hech qanaqa pensiya yoshida o'zgartirishlar bo'lmadi. Uchinchi yangiligimiz esa dollar kursi. Dollar kursini so'rayotganlar bormi? Ko'pchilik dollar necha pul bo'lyapti, rubl necha pul bo'lyapti, bozordagi narxi qancha, rublning kursi qancha, dollarning kursi qancha deb so'raganlarga 100 dollarimiz bozorda 1,205,000 so'mdan 1,212,000 so'mgacha olishyapti. Ya'ni bozorda. Rublimizni esa 1,000,000 rublimiz 148,000 so'm bo'lyapti. Aziz yurtdoshlar, ba'zi joylarda, ya'ni bozorlarda rubl 1000 rublimiz 1,053,000 so'mdan ham olishyapti. Bunaqa xabarlarni qayerda olyapsan deganlarga, men ham internetdagi xabarlarni ko'rib sizlarga mana shu video tayyorlayapman. Xato kamchiliklar bo'lsa oldindan uzr so'rayman aziz yurtdoshlar. Videoni oxirigacha ko'rganlarga kattakon rahmat. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.